Şahınlardan söyle. Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana 2 pachka doldurimiz bor. To'xtarchinni. Nega pulni ko'rsatasan? Sizlar qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. Öyle. Topinglar shaharda ish ko'p-ku. Nega menga qaraysan, rulga qara, ko'zing g'o'laymay ko'r. Öldüremem cinni! İyi mi o? Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Tualetga to'xtat. Tushimda yomon qo'rqdim. To'xtada. Shu tualetga doldirish kerak. Kalboboni hurmati bor. Dada uyingizga kirib chiqayin bo'lmasa. Jinni bu. Pulni ushlab turib o'zim kirib chiqaman. Qo'y chidayman onasining jin. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. 20 ming dollarmi? Dadam chapki stasiyaga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi, o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda?